Bütün küçüğünüzü sarıp qılıp yayğan çolsu prənikiniz yaxşı oxşamasa ko'nglingiz yo'qim yerim bo'ldi deyman. Bugun sizlarga pechat o'lchamda bir nak keldim. Bugungi chonsu pranikimizga xumardan qat-qat meni ishlatdim. Shuningga mushuna o'xshash varaqlab ichildi. Mayli qo'shiring. Men Xumar, pishiriqni mendan so'rang. Xum 6 dona, suv may 125 gram, xumar bal siyriq may 125 gram, shakar 100 gram, tuz 8 gram, suv 500 gram atrofida, un 1 kilo 500, un, shakar, siyriq may, suv may, tuxum, tuz, suv sug'urib olamiz. Xemirni 10 minut tindirib olamiz. Xemirimizni qurg'unda turib, ekşi yeyilib, yeyib olgan xemirimizning orasiga xumar qat-qat meni ilib, tugib olamiz. Xemirni mush kenglikda tugib olamiz. Mana endi bu xemirimizni asfalt qurg'unda turib, o'rib yayamiz. Mush holatda 4 qatim qatlab, o'xshash yo'nalishda yayamiz. 4-chi qatimlikni mana mush holat qatlaymiz. Ekşi yeyib olgan xemirimizni mushunchalik kenglikda kesib olamiz. Uzunluğunu mana mushu holatda kesib tayyorlab olsak bo'ladi. Kesib olgan xemirimizni mana mushu holatda burab, bandik chiqarib olamiz. Undan buning ustiga tuxumning oq seriqini tekshir surib, shakarga besib olamiz. Mushu holatda bo'lsak bo'ladi. Praniklarimizni liq tekshirib oldik. Endi oldin qisilgan kavshani pishirib olamiz. Kavshaning gradusi osti 180, usti 215 gradus. Mana pranikimizni chiroyli pishib chiqdi.